Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Urganch shahar markazida Lo'cho'ga ko'chadamiz. Pahlavonbog' deb aytiladi. Medinus'tam yaqin, Dehqon bozori ham yaqin. Bu tarafimiz Vodolov to'yxona chiqadi. Bu yerimiz Al-Xorazmiy ko'chaga chiqadi. Shu yerda 4 qavat domimizning 3-qavatida 2 xona sotib olib chiqqan ekan. Şimdi birgalikda ko'rib chiqamiz. Esa ketdik. Aziz yurtdoshlar, 3-qavatga keldik. Aytib o'tganimning 4 qavat domimizning 3-qavati 2 xona. Eshiklarimiz ham yaxshi sifatli eshikdan o'rnatilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Yine koridorumuz, devorlarımız fonda ekan. Hem eshikimiz ishini MDF korичневый eshikdan o'rnatilgan ekan. Bu yerimiz oshxona bo'ladi. O'ng qo'limizda sanuzel. Bu yerimiz zal, bu yerimizda spalniy. Bu yerda bekli balkon bor ekan, shuni ochib qo'shib berganlar zala. Bu yerimizda konditsionerim bor. Barcha jihozlar qoladi bu yerda aziz yurtdoshlar. Bu yerda oynamiz ham almashgan ko'chaniki. Kotyolimiz ham sher o'rnatilgan ekan. Bu yerimiz yine televizorimiz ham qoladi. Spalniy. Spalniydan görüp turgan cihazlarınız qoladi. 3-qavatda marşrutlardan muammo yo'q. Suv, gaz, svetlardan ham. Bu yerimizda ham oynasini plastik korичневый oynalar almashgan. Registr ham tashlangan. Bog'cha, maktablar ham yaqin. Medinus ham yaqin, Dehqon bozor ham yaqin. Bu yerimiz sanuzel. Devorimiz ham, pastimiz ham kafel ekan. Ariston qo'yilgan, vanna unitazlarimiz ham normal sosteniyada. Bu yerlarda suv, gaz, svetda muammo yo'q. Bu yerimiz oshxona. Görüp turganlaringizdek akkuratli holda. Bu yerda ishkir mashin bilan pechga ketadi ekan. Bu yerdan oynasi almashgan. Korичневый plastik akvaramlari. Bahasini aytib o'taman yurtdoshlar, 315 milyon so'm srochni sotilajak. Kimda kim qiziqadigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Keyingi roliklarda sog'lom bo'linglar, ishlaringiz omad.